Bir paytlar iCloud akkaunt ochgansiz va parolingizni esdan chiqarib qo'ydingiz. Buni hozir qanday восстановить qilishni yoki Gmail pochtaga SMS keladigan qilib ulashni o'rganamiz. Buning uchun настройкаga kiramiz. Настройкаdan mana shu pochtamiz ustiga bosib, вход и безопасность degan joyga bosamiz. Bu yerdan добавить email или nomer telefon deyapti. Shu yerga bosadigan bo'lsak, boshqa bu pochtamizga dostуп yo'qotib qo'yganimizda, masalan, telefonimizni yo'qotib qo'yamiz yoki parolni esdan chiqarib qo'yganimizda ikkinchi yoki pochtamizga yoki telefon raqamimizga SMS keladigan qilib qo'ysak bo'ladi. Masalan, shu loginingiz esda bo'lsa, loginingizni kiritasiz, kod joyiga mana shu kodni bu nimangizga emas, yoki telefoningizga yoki ikkinchi ulab qo'ygan email, Gmail xohlagan pochtangizga keladigan qilib qo'ysa bo'ladi. Shu yerdan ikkalasidan bittasini tanlab, добавить qilib qo'yasiz. Parolingizni qayta tiklash uchun, yangilash uchun изменить parol degan joyi bor. Shu изменить parolga shunday bosadigan bo'lsangiz, sizni Face ID'ingizni oladida avtomatik kirib ketadi. Новый parolni kirit deyapti. Shu yerdan yangi parolni kiritib, продолжить qilasiz va ana shu parolingiz sizni iCloud'ingizda yangi parol bo'ladi. Shu orqali kiraverasiz xohlaganingizcha.